Assalomu alaykum, Jiyaz Mobildan obunachilari. Xudo xolasa bugun biz o'zimizda bor ugalovlarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Narxlari va qanday yasalishini bizga Rahmatulloh akamiz tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum aka, Assalomu yaxshimisiz? alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Yaxshi keldingiz. Ishlar bo'lyaptimi aka? Rahmat aka. Aka bizga shu ko'rib turgan ugalogimizni Aha. nimalar ketishini, ikkiga narxini tanishtirib o'tsangiz. Bunga karkazlarimizga kelsak, karkazlarimiz 100% displey sasna bo'lgan. Hop. Macharkalarga keladigan bo'lsak, macharkalar ham 22 plus macharka, hammasi sidina spinkasi ajralib, bemalol materialni chiqarib turib bir mo'shi narsada bu ham material. Yuvib turgan joyiga solib qo'ysa, yangidek bo'lib qolaveradi. Chiqarib ko'rsata olasizmi aka? Hop. Chiqarib ko'rsatmayman hozir. Ha, ichini ham ko'rsatib bersa bo'ladi. Bunaqa zamoga bo'ladi, maxsus o'zini. Nimadan ochadi. Ko'rishinglar bo'lasizlar. Macharkasi ham unaqa ishib ketmaydi. Biz himoyasi bor o'zini. Suv emmaydi. Qora narsa bilan o'rab qo'ygan. Yuvib turgani solib ishlatsa bo'lar. Shunday. Yana qayta joyiga qo'yib qo'ysa yopishib qoladi. Ko'rishinglar juda ham skромный model ekan. Macharkalari ham yaxshi 22 plus rossiyskiy macharkalar bo'lgan. Hop. Bolishlariga kelsak. Bolishlari ham bor. Ichida 100% unaqa macharka aralashtirilgan sintifon bo'ladi. Sintifon ekan 100%. Bu yog'ochiga nima ishlatgansizlar aka bu modelimizni? Xudo xolasa 100% sasna yog'ochichi. 100%. Agar bironta yarim santimetr, 5 santimetrlik terak yog'och chiqib qolsa, mana shu ish bekarga. Eshitdinglar akalar. Eng qizig'i bu faqat bizni karkasni pistoletimiz bilan shurupda yig'iladi. Ha, qoqilmaydi. Ha. Qoqilmaydi ekan. Tushunarlimi? Ishlari Keyin mexanizmi ham bor unaqa. Bu mexanizmi ham bor ekan. Hali bunday o'tirib kelgandan keyin mana qisilib qolmaydi. Mexanizmni bunday surib turib yotsa bo'laveradigan holatda bo'lsa. Qaytarib qo'ysangiz ham qo'l qo'yadigan narsa bo'ladi. Mexanizmlari to'g'ri pishirgancha. Ha, Dostlarni ham ko'paytirib qo'yganmiz. Bitta tumbasi bor. Ha, bu ajraydi ekan. Katta. Bu ham hammasi. Sidinasi Hammasi alohida o'zini. Ko'rishinglar mumkin. Ayollari ham 100% yong'oq, NDF materialda bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin akalar. Skroning modellarga, mehmonxonalarga qo'ysa, ayniqsa juda ham chiroyli aytadi. Ketyapti shuni. Keyin yana bitta fasonimiz bor, mana ugalogimiz bor. Aka hozir bu modelimizni narxi necha pul deyapsizlar aka? Shuni aytib o'ting, obunachilarimiz uchun qiziq. Xudo xolasa bu narxini skidkada qilib qo'ydik, $550 qilib qo'ydik. $700 sotilayotgan narsa. Juda ham arzon ekan. Shaxsan o'zim olardim, menga juda ham yoqdi bu model. Keyin ugalogga kelsak, yana bitta ugalogimiz bor. Chiroyli yangi fasonni o'zimiz yaratdik buni ham. Dizaynlarini o'zgartirib. Yangi ugaloglar ekan. Macharkasi buni ham 100% 22 plus rossiyskiy macharka bo'ladi. 22 plus. Bir xil standart. Xona ham bor. Ugalovning razmeri 3,5 ga 2,30. 3,5 ga 2,30. Unga aka bir 10 kishi o'tirsa sig'adi, bemalol. Hozir aka misol o'zim semiz emasman, galdali holatimda ham mana bitta, ikkita. Bitta mini dozga ikkitadan. 2, 4, 6 ta odam, ikkita tumbasi bilan 8 ta odam o'tirsa bo'ladi. 8 ta odam o'tirsa, tumbalari ham bor ekan. Tumbalarini didga qarab chiqarib beraverasizlar, xohlagancha. Chiqarib beraveramiz. Keyin bunaqa divanni ham qo'shib bersin, divani ham kerak deydigan bo'lsa, kelishadigan holatda uni ham chiroyli qilib, materialni bir xil qilib beramiz. Bu modelimizga aka qanaqa yog'ochlar ishlatilgan? Buni ham shu bizda faqat standart sasna yog'och ishlatiladi. Faqat sasna. Oldilari ham anaqa chiroyli gullardan qoqib qo'ygan. Noshkasi ham shu oyog'i ham anaqa sasna yog'ochda bo'lgan, tayil atroflari NDF dan bo'lgan. Shular so'y sasna ekan, ishlari tekis ekan akamiz mana. Xudo xolasa. O'zingiz ustasiz aka? Ha. Sohada qanchadan beri yurasiz? 4-5 yil bo'lib qoldi. 4-5 yil bo'lib qoldi, ko'rsanglar. Buni ham qo'shib beraverasizlar. Ikkiga, lekin buni guli boshqa ekan aka. Monga o'xshatib chiqarib beraverasizlar-da. Ha, endi bir mehmonxonasi kattaroq bo'lsa, odam ko'pchilik kerak bo'lsa, shu holatda ham qilib beramiz. Alohida stol ham qilib beramiz mashina o'ziga. Bu divan kattalik qiladi desa, stolni, tumbani qo'shib beramiz kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Hozir shu turgan setimiz necha pul aka? Mana bu on taxtasi, ikkita pufiga, ikkiga ugalogimiz bilan necha pul oladi o'sha? Mana shu holatdagi xudo xolasa 5 million 700 ming so'm
chiroyli qilib chiqarib beramiz. 5 million 700 ming so'mga juda ham arzon narxlarda. Bozorda bundan ancha qimmatga olasizlar, aziz obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Tem bo'l 100% sasni ekan. Ha, Agar boshqacha yog'och chiqib qolsa, bekarga beramiz deyapti. ha, terak aralashmagan, xudo Tera xohlasa. aralashmagan. Terak chiqib qoladigan bo'lsa, shu ishimiz hammasi bekarga. Hammasi bekarga. Eshitishinglar mumkin. Bemalol ayta olamiz, faqat sasni yog'ochni ishlatamiz biz. Mhm. Aka, manzilinglar qayerda? Shuni ham aytib o'tsangiz. Manzilimiz aka Soyda. Aha. Biz o'zimiz ish shahardan kelishda Kurgovoyda anaqa telefon qilib gaplashadigan bo'lsak, bu yoqqa yo'lini tushuntirib beramiz. Andijon shahar, Soy, Andijon shahar, Soy, Majzavod ichi. Majzavod ichida. Ko'rishinglar mumkin. Ishlab Keyin- chiqaruvchilardan to'g'rima-to'g'ri dehqonni o'zidan chiroyli fasollar. Jahon bozoriga tushib, endi bu yog'iga issiq kunlar kelyapti. Bozorga tushib o'zingizni qiynab yurmasdan shu yerdan to'g'rima-to'g'ri kelib, olib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bozorga chiqsanglar bilmaysizlar akalar, nechinchi qo'ldan olayotganinglarni. Bitta anaqasi ham bor, fason. Raskladni dedi. Bu Ispaniyami bu? Spalniy bo'ladi. Ispaniya bo'lar ekan, ko'rishinglar mumkin xonachilar. Imonsiz sondiq bo'ladi. Nimasi? Sondiq bo'ladi ichi. Sondiq bo'lar ekan. Ichiga bemalol qish kiyimlarni Bemalol. bu Ikkita ustiga ko'taradi bemalol. Ko'rishinglar. Buni qaytarib joyiga qo'yib qo'ysak, juda ham ajoyib. ugolar bo'ladi. Bo'lib bo'lar ekan. Buni ham qo'l borishlari ajraladi. Ajraladi. Xo'p. Misol, domga deydigan bo'lsa, Mhm. olib kelish muammo emas. Olib kelish muammo emas. Borishlari ham shu men aytgandaqa bu ham nima desam bo'ladi. Sinfon alohida qopida bo'ladi. Sinfon qopida. Machalka aralashtirib biz machalkalar qiyqim solmaganmiz. Mhm. 100% toza ekan. Ko'rishinglar mumkin. Dehqonni o'zidan. Bu yog'och qanaqa aka buni? Buni ham shu yog'och 100% sasni. 100% sasni ekan. Ko'rishinglar mumkin. Mexanizmi ham rossiyskiy mexanizm, Ispaniya bo'ladi. Kichkina bo'lgani bilan juda ham ixcham, qulay narsa ekan. Xohlagan yeringlarga qo'yib ishlatib ketsanglar bo'laver ekan. Aka, bu modelimizni narxini necha pulda beramiz? 4,5 millionga beramiz. 4,5 millionga. Atigi 4,5 million so'mga ham ispaniyalik qilib bo'lar ekan. Obunachilar. Ham Ispaniya qilsa bo'ladi. Ham Uyim ispaniylik qilsa kichkina bo'ladi. deyu, xonasi 2 xonali domlarga bo'lsa ham Mhm. kech paytda Ispaniya qiladi. Uxlab turib yana qaytarib, ertalabda choy ichib xonani qo'yib olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ha, xona ham bor ekan bu mahsulotimiz. Ko'rishinglar mumkin. Xona alohida lekin. Xona alohida. Mejaverkadan bo'lgan, haligi ancha mustahkam xon. Ko'rishinglar mumkin. Haqiqatdan akamiz aytganchalik bor ekan. Ikega shu ko'rsatib o'tgan aka ugolovlaringizni ranglarini ham o'zgartirib qilib beraverasizlar. Ha, Xohlagan albatta. ranglarni. Xohlagan rangida uyga, didiga, dizayniga moslab qilib beraveramiz. Dizayniga moslab qilib beraverasizlar. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi ekan. Muammo yo'q. Bu ranglardan tashqari, xudo xolasa. Qanchada yasab berasizlar aka? Xudo xolasa aka, zakaz olingandan keyin bir haftada bo'ladi. Bir haftada bo'lar Chunki ekan. ishlarimiz ham borda, boshqa ishlarni qilishimiz kerak. Agar hozir bugundan boshlanadigan bo'lsa, 3 kunda bitadi. Bugun boshlansa 3 kunda bitadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bormi? Kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Kelishadigan holatda qilib beramiz ekan. Dastavka qilib berish muammo emas. Ko'rishinglar mumkin. 4,5 millionga menimcha arziydi. Bozorda bunaqalarni juda ham qimmat eshitdim. Men shaxsan o'zim kirib ko'rganman. Past Bu ham bilan sifatli qoldiramiz. usta, yaxshi narsalar, machalkalar, ya'ni 22 plus machalka aralashmagan, 19 plus boshqasi. Ko'rishinglar mumkin. Bunisi Ispaniya bo'lmaydigan varianti, rangi ko'k. Rangi ko'k. Buni ham xohlagan rangda qilib beraverasizlar. Albatta. Buni kombinatsiya qilib 2 xil material qilib qo'yganmiz. Chiroyli turadi. Juda ham chiroyli chiqqan ekan mana shu modelimiz ham. Bu narxi nechi pul aka? Bunisini ham 4,5 million qilib beraveramiz. Chunki 4,5 millionga qilib berishdi. o'zini rasxoti ham bor-da, shunga yarasha o'ziga yarasha. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Juda ham chiroyli. Xudo xolasa pastga nomer qoldiramiz. Kimgadir kerak bo'lsa bozorga tushmasdan dehqonni O'zimizga aloqaga chiqib to'g'rima-to'g'ri Xudo xolasa qabul qilaverasizlar. Aka sizga ham rahmat katta. Xo'p aka. Ishlaringizga omad. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda troykalarni chiqaramiz. Like va podpiskani ayamasa bosib turasizlar jigarlar.